Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga ledni qanday bog'lashni ko'rsatamiz. Biz ledlarimiz, blok pitaniyalarimiz, instrumentlarimiz, ustamiz ham tayyor. Bu blok pitaniyalarimiz 220 voltni o'zlariga mos darajada 12-24 voltga chiqarib beradi. Ledlarimiz uchun tokni to'g'ri taqsimlab beradi. Boshlanish jarayoni boshladik biz. Blok pitaniyamizga kelish tok 220 volt kirishi ko'rishlaringiz mumkin. Input har doim kirish bo'ladi. Input har doim kirish. Output chiqish, ledga chiqish joyi bu. Fazalarda to'g'ri ulang hamisha. Ko'rishingiz mumkin. Burada malla kabel faza, kuk kabel nol, nötr. Çıkışlarımız. V plus har doim faza bo'ladi. V minus nol bo'ladi, nötr bo'ladi. Esdan chiqarmangizlar. Kerakli joyi bu, mana shunda. Ledni bog'lashdagi eng kerakli joy mana shunda. Iki 220 volt berildi. Kelyapti, 220 volt kelyapti. Pitaniyaga kirdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Faza 0. Input har doim kirish input. Blok pitaniyamiz tok keldi. Endi chiqish output. V plus faza, V minus 0. Mana 220 voltni 24 voltga aylantirib beradigan blok pitaniyamiz. Ledimiz ko'rib turibsizlar. Yondi mana ledimiz. Shunday hammasi oddiy. Hammaga rahmat. Bo'ldi.